Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar: "Fil jannati durratun mutbiqatun ma ra'aha nabiyyun mursalun va la malakun muqarrabun. Fa idza kana yawm al-jum'ati awha Allahu ilayha ayyatuha ad-durratu intiqi fataqulu qad aflaha al-mu'minun min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yab'athu Allahu malakan ila qabri fayaqulu ya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam إن الله يقرئك السلام ويقول قر عينا في أمتك فإن لي في يوم الجمعة 3 نظرات أعتق في كل نظرة منهم 60,000." Jannatda bir tabaqalik dur bor ekan. Shu darajada dur yoqut bor ekanki, haligi dur yoqutni payg'ambarlar ham, farishtalar ham uni ko'rmagan ekan. Shu jannatda turibdi ekan. Juma kuni bo'lsa Alloh jalla va alo haligi durga, yoqut bo'lgan durga qarab, "Ey dur, jannatdagi durga gapir" der ekan. Shunda haligi dur aytar ekan: "Qad aflahal mu'minuna min ummati Muhammadin sallallohu alayhi va sallam." Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallamning ummatidan bo'lgan mu'minlar batahqiq najot topdi ular deb gapirar ekan. Alloh ruxsat berganda. Va Xudoyo taolo keyin meni qabrimga bir farishta yuboradi deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bir farishta yuboradi juma kunida. "Ey Muhammad alayhisalom" deydi kelib farishta. "Alloh jalla va alo sizga salom aytdi va aytdiki, ummatini ko'zini quvonchi bo'lgan Muhammad alayhisalom xotirjam bo'lsin, ummati ular hammasi eminda. Ummat haqida g'am tashvish qilmasin. Chunki juma kuni men 3 bor nazar qilaman. Har bir nazar qilgan vaqtimda 60 mingta insonni jahannam o'tidan ozod qilaman. Muhammad alayhisalom xotirjam bo'lsin" degan gapni bitta farishta juma kuni borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlariga borib, "Ya Rasululloh, Alloh meni jo'natdi. Alloh o'zlariga salom aytdi. Ummat haqida xotirjam bo'lar ekanlarki, ummatni musulmoni bo'lsa, ularga Alloh bir kunda juma kuni 3 bor nazar qilar ekan. Har bir nazar qilgan vaqtida 60 ming inson jahannam o'tidan ozod bo'lar ekan. U ozod bo'layotganlar haligi siz men biz ummati Muhammadiyya sallallohu alayhi vasallam ummatlari bo'lar ekan. Juma kuni jahannam eshigi bekiladi. Juma kuni jon topshirsa, juma kuni janoza o'qilsa, juma kuni qabrga kirsa, juma kuni Allohning huzuriga borgan odamda shunaqa hadislar bor. Shu jumaga loyiq, munosib bo'lganligi uchun Alloh uni jonini olgan, unga hisob kitob qilmaydi. Shu jumaning hurmatidan. Xudoyim hammamizga ham shunaqa bu jumaning fazilatlaridan Alloh nasib qilsin.